Men o'zbek qiziman. Humanist avlodiman. Shijoat va kuchli iroda sohibiman. Men albatta o'qiyman. Men o'zbek qiziman. Jadidchilar izdoshiman. Men jadidchi qizman. Vatanimga albatta hissa qo'shaman va yuksalaman. Men albatta o'qiyman. Men o'zbek qiziman. Yurixonim izdoshi, aql zakovat timsoliman. Men albatta o'qiyman. O'zbek qiziman. Nodira begim izdoshiman. Mehr muruvvat timsoliman. Men albatta o'qiyman. Men o'zbek qiziman. Zulfiya xonim izdoshiman. Men vafo va sadoqat timsoliman. Men albatta o'qiyman. Men o'zbek qiziman. Men ibratchiman. Chet tillarni o'rganib, albatta garvga kiraman. Men o'qiyman. Men hurmatli ota-onalarga qarata aytmoqchiman. Qizlaringizni o'qiting. Orzu umidlarini ro'yobga chiqarishlarida ularga ko'makchi bo'ling. Ulug'larimiz aytganlaridek, o'g'il bola o'qitsak, bir kishi savodli bo'ladi. Qiz bolani o'qitsak, butun oila, butun jamiyat bilimli bo'ladi.